Yigit 300 gradusluq ısıqqa qarmay taş qizish maydonida har kuni jafoli xizmat qiladi. O'ylamgan yerdan bir sirliq kuchga ega bo'lib qoldi. Bu sirliq kuch barliq ko'harlarni piraqlantirib qolmay, yana kichik tipdagi bo'shliqqa ega edi. U sirliq kuch bo'lg'achqa oldi bilan bir parcha yashil toshni baholadi. Garchi sunib ketgan bo'lsa-mu, lekin yana qiymati yuqori edi. Nihoyatda bir savdogar 800 ming yuan bahada bu yashil toshni sotib oldi. Yigit bir kechda boyqaylandi. Atsi u yangi kiyimini kiyib tosh qizish maydoniga kelib o'zini yashil tosh savdogari deganda ko'pchilikning masxarasiga tushirdi. Lekin yigit bunga parvo qilmay taraf-tarafdan yaxshi toshlarni izlashga boshladi. Biraydan qaramoqqa odatdagidek ko'ringan bir toshni deb kelganda, yigit uning qiymatini ko'ngilda faqat 3 ming yuan deb faraz qilgan bo'lsa-mu, lekin tijorat boshlash uchun u mardonlik bilan 5 ming yuan baho qo'yib sotib oldi. Yigitning jasadi texmi ko'p kishilarni jalb qildi, lekin bularning ichida aldamchilar va ochko'zlarmi oz emas edi. Ular bir parcha saxsi toshni olib kelib, uni sinab boqmoqchi bo'lganda yigit asali bilib qoldi. Ham 100 yuan berib, ularga suv ilib ichishni buyurdi. U ketmoqchi bo'lib turganda tuyuqsiz bir parcha haqiqiy podshoh yashil qashtishni bayqadi. Loban, buni ko'rib boqsangiz. O'tana, nimaga qiziq? Ko'maga men topgan eng yaxshi tosh kristal yashil darisiga yetgandi. Bu texnik qiziqgan. Bu aynak turdimi-da? Voh, osmon ko'kka rang etgan. Qimmatli monat ishi. Rangni yana olsaq, texnik berib kerakman. Lekin sal kechikkan. Bilazikni chiqmoqdak. Bu odam meni qanchalik baho qo'ysin, cho'qim setilishim kerak. Buni qanchaga sotay deysiz? Bu toshni tepib olganda 5 ming yuan baho qo'ygan deb. Lekin bir qancha tosh savdogari aram 500 yuan beramiz deb turib oldi. Ular mal to'lamaydi ekan. Men qarasam, siz mal to'laydiganda qilasiz. Siz meni mal to'laydigan deb emas, aksicha pul ko'p ahmoq ko'ryapsiz. Buniga 3 ming baho qo'ysam bo'ladi. Lekin bugun savdo qilgan tunji kunam. Bana tunji bo'lib savdoni qilib berdingiz. Sizni mol sarflashtirmay, siz degandek bo'lsa, 5 ming beray. Biroq keyin yaxshi molga uchrab qolsangiz, meni izlashni unutib qolmang. Bo'ladi. Rahmat sizga. Qo'yaylik. Mushiga qo'yaylik. Astroqa. Bak yaxshi bo'ldi. Bugun cho'g'mani qo'lga tushirib oldik. Buradarlar, ko'troqninglar yeshil toshmi? Men setib beringlar. Hozirga kelsak, yuqori beraman. Loba, bu toshning materiali yomon emas. Bahosi ancha tuvan emas-chimi? Chatoq yo'q. Biroq avval materialning sifatiga qarab bekishim kerak. Bahosi masala emas. Bo'ladi. Hey! Bu toshni men oldim-a? Voy, ancha loba ekan bu. Qani ko'rib beqing. Andiya Loban, bu kasbning foydasini bilmamsan. Buni avval men ko'rishim kerak deyman. Sen keyin kelib, mendan so'ch otamsan. Burada sen mi o yeşil taş savdogari deyman. Yangi ochidek tursa, ko'rib boqmoqchi ekanman. Isming nima? Ismim Buya, yangi kelgan yeshil tosh savdogari. Lekin bugungi bu ishning yangi yaxshi bo'lish bilan munosabati yo'q deyman. Men boshqa kelgan materialni boshqa ko'rishim kerak. Hey! Aniqla hammamiz tayyordik-ku. Biz ustida yiroq bo'lib qoldik xolos. Sen baldur chiqib qolding. Aras, sen vaqtli yeşil taş savdogari. So'z san'at boshqa shiylarni tizimlatdimi yo'q? Bu xatga olmagan bo'lsang, yeşil taş savdogari bo'lamaysan. Boshqalarni qolsang, sen jarimani qo'yijmi? Yaxshi bu. Endi ishiltima davomsan. Bugun menga jarimani qo'ysizmi? Materialni avval men ko'raman. Ay yigit, bu tosh bek yo'g'ankan, o'limi yomon emaskan. Bos cho'qim yuqori, mencha yolg'iz setib olmaysan. Bunda qilaylik. Biz bir qadam yenib hammamiz birlashib qo'nib setib olaylik, qandoq? Shunda, to'g'ri. Hamkorlashaylik. Pulni tang topmamda. Navoda chatoq chiqib qolsa-mu, xatirga tang ish bo'lib. To'g'ri. Ko'pchilik o'rtoq bo'lgan yaxshi. Aka, bo'lmasa siz bu bir qadam yenib bo'lamdi. Bo'lmaydi emas. Lekin avval materialni ko'rib ketib, ondan qaror chiqaraman. Ma'qul. Ko'rman desang ko'rib aga. Hamdalik kasbga kirgan so'yma, nimani ko'ralaydi? Bu asl toshdan faqat kichik bir qismida yaxshi material ekan. Yana kelib sutni nachar ekan. Bu hanga yaxshi tushmay. Qandaqkan burada? Ammayman. Bu toshni bilaman. Qatnashmayman, ham hamkorlashmayman. Buni sen dedin ha? Sal turib to'yimiz hamkorlashib, pulni deysak, arlasang bo'lmaydi-jimi? Savdo qilishda eng muhimi samimiyat. Bara. Bunun bilan qarın bo'lmasin. Ine, bu toshni qanchaga sotay deysan? 5 million. Bu
Bunun ara muşunchilik qismi yeşil tursa 5 milyon dedingmi? 5 milyonning qanchalik ig'ir ekanligini bilamsan, ha? 500 ming desangmi menga ig'ir keladi. Ula ben, shuncha cho'ng yeşil taş tursa 5 milyon mu azlık kılıdı. Navada rastlı setip olamiz desanglar 4 milyon. Bu yeşil taşlar çok kichiklik emas, süpütiga qaraymiz, ha? Sana azroq qo'shib beray. 600 ming. 3 milyon. Bundaq yuqori baho qo'yma. Eski teshingni 3 millionga kim oladi? Sana azroq qo'shib beray. Oxirgi baho 1 milyon 200 ming. Satsang olaman. Satmasang biz ketimiz juma. Bunu da 1 milyon 200 bin bolsa. Kela. Bitishdi, ha? Hey, birodarlar, birimiz 300 mingdan chiqarsak, masala yo'q. Voy voy, Ağcılı ben yüzümüzde kılıp biz bilen hem çıkırmazsa elbette çıtak yok da. 300 bin. Ha, o mu? 100 ming. Mana 300 ming. Yürü. Birodarlar, buni daşa qapirib o'tkazamdik yoki kesib Albatta sotamdik? kesimiz da. Navada esil material bo'lib qolsa, beyib ketishimiz muqarrar. Bo'ladi, kesib sotaylik. Ay? Ay? Bayon so'yma, qani. Unuga omadimiz kelganini ko'rsatib qo'yay degandim dahi. O ketib bo'ldi. Ya pul yo'q, ya qobiliyat yo'q turib, bizni talashmoqchi ekan dahi. Qamlashmagan. Tavba, tashigamsiz. Materialni ko'rib baqay. Süpte yaman emaskan, kristal yeshiliga yetilgan. Afsus faqat bir uchi borgan. Buning setilish qiymati yo'qkan. Lekin material bor o'rinda ichilsa, bahasi necha silinib ketgan. Buni bilan boshqalarni o'ng qo'ysa bo'ldi. Qanchaga sotqonman? Kim? Bo'ldi. Sen qalam qaddamida men bahasini tushirib bermay. Kutishdoq. Rahmat tavba, beyib keting. Şiget, menikini körüp baksana. Soldak, seni bir aylam qizish maydonida guvohnamisiz savdo qilyotdi deb fosh qildi. Guvohnomon qani, chiqara ko'rib boqay. O'lgur. Qaysi ablah meni bosh qilganda, men yersi bilib qolmay. Beymidar. Begimбек boldir chiqib olg'achqa elindishni o'tib qoldiman. Ba'da sizga olib beray. Voy, aslida o'tib qolgansan-da. Undaqda boshqalar xato tushunib qolmasa, guvohnomonni o'tib qolmagan, ha? Bo'ldi. Xotirjam bo'ling. Qushmas bo'pti. Yura. Meni qildirg'uli qo'ymay, ostirdan bosh qildi. Hozir guvohnomani oldim. Endi meni qanday bosh qilsang qani? Meni qancha qildirmaymiz deysan, men shuncha yaxshi qilaman. Men yana mashina birini setib olib, yordamchi taklif qilib, sendek ablaqlarni teriktirib o'ltirmaydigan bo'lsam. Voh, menga chiroyli qiz bu. 아무 말하지 않아도 그대 눈빛을 보면 전해지는 시린 마음 Filmdan to'liq qismini ko'rmoqchi bo'lsangiz, ekranda ko'ringan Costco saloni qo'shilib 165 raqamini yo'llab ko'ring. Agar topolmasangiz, bosh betdagi Friends Shoppingga qarang.